Alloh subhanahu tabaraka va taolo allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Alloh bergan mol dunyolarini kechasi-yu kunduzi maxfiy qilib ham, oshkora qilib ham, Alloh bergan farzlarni oshkora qilib, ixtiyoriylarini maxfiy qilib beradiganlarning ajrlari Robbilarining huzurida deyapti Alloh. Ularni men o'zim rozi qilaman deyapti. Kecha-yu kunduz meni roziligimni ko'zlab, meni yo'limda maxfiy oshkora xayr ehson qilayotganlar ajri meni huzurimda o'zim ularning mukofotini beraman deyapti. Va ularga qarang, Alloh zimmasiga olarkanki, va la xawfun alayhim deyapti. Ularga hech qachon xavf ham yo'q, va la yahzan, ularga xafagarchilik ham yo'q deyapti Xudo. Ularga xavf ham bo'lmaydi, xafagarchilik ham bo'lmaydi. Qiyomat kunida shunaqangi eng xotirjam, qiyomat kunida odamlar holim nima bo'lar ekan deb bir-biridan qochib, hatto go'daklari soch oqiradigan qiyomat kunida bular xotirjam, Allohning aziz mehmonlari bo'lib, rohat farog'atda turishar ekanlar. Alloh bergan ajrlari bilan, Alloh bergan fazllari bilan, Allohning mag'firatiga erishlik bilan ham dunyoda ham oxiratda shunaqangi aziz va mukarram bo'lib turishadi.